Salom bolalar, bugun sizlar bilan men Haydarbek. Yangi videoni olib chiqarishdan oldin sizlarga bitta narsa eslatib o'tmoqchiman. Bu videoni ko'rishdan oldin like va obuna tugmachasini bosib qo'ying, iltimos. Bu men uchun juda ham muhim. Xo'sh, gapni nimadan boshlasam ekan? Birinchi sizlarga bo'lib Skibi tualetlar modini ko'rsatmoqchiman. Albatta bu modni men o'rnatganman. O'tgan videomda uni o'rnatishni o'rgatgan edim. Xo'sh, ana chiqdi. Xo'sh, men bu yerda kimlarni olsam ekan? Birinchi bo'lib hozir. Juda yaxshi joy emasmi deyman. Ha, mana. Buyumlarni olamiz kerakli. Hozir sizlarga mutant tugmani yasashni o'rgatamiz to'g'riroq. Mutant tugma yaxshi o'rganib olinglar. Oddiy blok, lazer, kuchaytirgich, ya'ni olganingizdan so'ng va u yerdan qovoqlarni ham oling va yaxshilab qarang, o'rganing. Xo'sh. Qanday yasalardi? Bildingizmi? Mana shu qo'yamiz, ikki chekkadan mana. Xo'sh, mana bu chekkadan ikkita qo'yamiz. So'ng ustidan kalla suyak, lazerni qo'yamiz, yurak bo'ladi bu. Va orqaroq yurib narsani o'tkazamiz ana shunday. Qizil. Xo'sh, ana shunday o'tkazib. Ya'ni simcha desa ham bo'ladi, chuqur qazib ichiga tushib olishimiz kerak sindirib. Qarorchi o'zimizga joy qolishi kerak tushishimizga. Tezroq tushing. Tush. Bo'ldi. Ketdi, tayyorlaninglar. Okay, go, ketdi, let's go. Bitta bosasiz, o'chirib yoqasiz, ana tayyor. Ana. Videolardan yo'q qilyapti. Video yoqsa like